Bir yil 7 oy vaqtimda shu uyda o'tkazdim. Issig'ini ham, sovug'ini ham ko'rdim. Ne o'ylar bilan yotardim. Allohim hamma orzularimni birin-ketin amalga oshirishga imkon beryapti. Xudoga shukr. Musofirlarga bundan-da qiyin bo'lsa kerak. O'zga yurt, issig'i, sovug'i, yana o'zga millatli insonni qo'sh-qovog'iga, gap-so'zlariga chidash. Juda qiyin, to'g'risi. Musofirlarga oson emas. Men Rossiyaga, Peterga borganimda musofirlar kelib, Saturn deb men bilan salom-alik qilganda, qo'llarini ushlasam, qadoq bo'lib ketgan. Hech bir yumshoq qo'lli musofirni ko'rmadim. Faqatgina ularda ko'ngligina yumshoq. Nima bo'lsa ham boshlari omon bo'lsin. Yuzlarida charchoq hislari bilan menga mo'ltillab qarashlari haligacha ko'zimning oldidan o'tadi. Men har klitkaga kirganimda tish tirnog'im bilan harakat qilishimga o'sha nigohlar sabab.